Emizishda xavfli signallar. Emizish yaxshi yo'lga qo'yilgan, hammasi joyida, lekin to'satdan og'riq paydo bo'ldi. Ustiga ustak yoriq ham bo'ldi. Odatda bunga asosiy sabab sut zamburiga molochniца bo'ladi. Og'zingizni tinglang, yana qanday hislar borligini ko'ring. Eng muhimi, molochnicaning asosiy belgisi emizishdan keyin kakrakda kuydiruvchi og'riq paydo bo'lishidir. Agar bu belgi bo'lsa, demak bu aniq ko'krak molochnicasi. Agar ko'krakning istalgan qismida qizarish paydo bo'lsa, bu ehtimol laktostaz yoki mastrit bo'lishi mumkin. Laktostaz bu ko'krakda aniq chegaralangan og'riqli qattiqlik paydo bo'lishidir. Mana bu yer og'riydi, bu yer esa og'rimaydi. Mastit esa zich, bo'lak-bo'lak bo'lib va jelaga o'xshaydi, og'riqning konturi, chegaralari yo'q. Bu mastit, ya'ni sut yo'llari to'qimalarining yalliglanishi. Ba'zan shunday bo'ladiki, emizishdan keyin onada to'satdan ko'krak uchi kuchli og'riq, achishish paydo bo'ladi va ko'krak uchi oqarib ketadi. Bu vazospazm deyiladi. Ba'zan sutda qon va irinning uchrashi ham mumkin. Odatda qon bu sut yo'lining shikastlanishi natijasidir. Buni qanday aniqlaymiz? Bola qusganida sut pushti rangda bo'ladi. Bunda hech qanday xavfli narsa yo'q, lekin baribir shifokorga murojaat qilish kerak. Qanday qilib sutda irin bor yo'qligini bilishimiz mumkin? Albatta, agar ko'krakda hammasi yaxshi bo'lsa, biz hech narsa izlamaymiz va tashvishlanmaymiz. Lekin agar siz og'riq sezsangiz, shunchaki asta-sekin sutni sog'ib ko'ring va uning ko'rinishiga e'tibor bering. Agar sut odatdagidek ko'rinsa, demak hammasi joyida. Agar cho'ziluvchan, yopishqoq modda paydo bo'lsa, bu ehtimol irin va sizga zudlik bilan mammologga murojaat qilish kerak. Juda kamdan-kam hollarda, lekin amaliyotda uchraydiki, emizish paytida ko'krakni tutish dahshat, vahima va nima bo'layotganini tushunmaslikka olib keladi. Bu onaning psixologik holati bo'lib, afsuski, u ko'krak suti bilan oziqlantirishga mos keladigan dori vositalari bilan davolanmaydi. Bu emizish disforiyasi sindromi deb ataladi. Bu holatlarni faqatgina ko'krak suti bilan oziqlantirishni to'xtatish orqali bartaraf etish mumkin. Ko'krak suti bilan oziqlantirish bu tabiiy jarayon, lekin ba'zan u qo'llab-quvvatlash va e'tibor talab qiladi va bu normal holat.